Mana Cobalt avtomobiliga start stop ustanovka qilinadi. Mana korobkalik, ko'k korobkaligidan. Buni ustanovkasi, ulanmashlarini aytib o'tamiz. Ustanovkasi mana bu sxemasi mana bunga qarab qilinaveradi. Inglizchada yozilgan. İngilizce biladiganlarga tushuntirish shart emas. Shuni ko'rib qilaveradi. Agarda inglizcha bilmasa, xohlasa ruschaga, xohlasa o'zbekchaga tarjima orqali tarjima qilib qo'ysa ham bo'ladi. Til bilganlar osongina qo'ysa ham bo'ladi. Endi mashina tomonini aytib o'tamiz. Mashina tomoni tog' bo'lsa, til bilsa bo'ldi, qilaveradi. Bo'lmasa mana shunday qilib ulanishini aytib o'tamiz endi. Qanday. Bu start stopnikini mashina tomonda qay ulanishlarni aytib o'tamiz. Mana shu ko'k start stopda ulanishlarini aytib o'tamiz. Mana katta shtekini aytib o'tyapmiz. Mana katta shteki, ikki kichik shteki, mana ustida bunaqa bosadigan knopkasi bo'ladi. Mana shunday. Hozir ustanovka qilib bo'ldik. Endi ulanishi yurgizishgacha aytib o'tamiz qanday qilinishlarini. Mana katta shtekirda mana qizil rangli, taydagi qizil rang pastdan to'k. Oq rangli kalitosi yarim kalitosi ponni to'ki bittasi. Bu ko'ki yarim zamoy hisoblanadi. Ashunga ulanadigansimi, bu kalitosiga ulanadigan. Bu jigara yana bitta kalitosi to'ki ulanadigani. Bu sariq starterga ulanadigani. Orqasida mana qorasi bor. Qorasi mana bunisi. Pastdan minus massaga ulanadi. Boshlari qaysilarni ulanishini aytib o'tamiz. Kichkina shteklarni aytib o'tamiz. Qaysi bilan ulanganligini, nima ulanganligini aytib o'tamiz hozir. Mana eng katta shtekdan boshlanishi. Mana birinchi katta shtekerimizda mana qizil bilan qorasini aytib o'tamiz mana. Qizil bilan qorasi mana bu start stop mashinada shtekida bunday tepaga olib chiqqanimizda olib chiqib turib. Mana biz ham shtekirda mana ko'k shtekirimizni sug'urib olganmizda mana ko'k shtekirimizda mana bu qizil pastdan to'k, bu qora pastdan minus. Mana shunga plus minusni ulab olganmiz. Start stop plus minusni mana olib chiqib ulab olganmiz mana. Ko'rinyapti bo'lsa mana maydan shtekida qizil bilan qorasini orqasida turibdi. Bunday olib chiqqanimizda mana shu bu pastdan plusi, pastdan minusi. Shu plus minus pastdan doimiylar ulab olganmiz mana maydan. Olib chiqib mana minus qoraga plusi mana ulab qo'yganmiz. Start stop kirib olib chiqib turib. Mana ko'k shtekirimiz mana turgan joyini ko'rib oladi mana. Birinchi teshida mana knopka bosadigan mana bu tomonda esa pastdan to'k, ikkinchisi qorasi massa. Shunga ulab qo'yganmiz. Mana katta shtekirimizda ulab olganmiz. Endi ikkinchi ulangan simimizni aytib o'tamiz. Ikkinchi simimiz mana oq bilan ko'k. Ikkovi ham kalitosi to'k, bittasi yarim zamoy to'ki, asasi deyiladi, aksessuar. Bunisi jajgana deyiladi, kalitosi to'k, ponlik, tablolar yoqib beriladi. Bash ikkovi ulab o'tganmiz. Endi bu biz hamda qaysi shtekga ulanganini aytib o'tamiz. Olib chiqqanmiz buni ham. Mana yashil shtekimizni chiqarganmizda mana. Yashil shtekimizda mana ulab o'tganmiz mana. Oq bilan ko'k mana, oq bilan ko'k. Ko'ki aksessuar yarim zamoy, jajgana oqi kalitosi to'ki deyiladi. Jajgana deyiladi ruschada. Shu kalitosi to'ki mana. Qayga ulanganligini aytib o'tamiz mana. Mana bu chekadagi mana o'rtadagi mana ashsim. Jajgan kalitosi to'ki aksessuari yarim zamoyga. Bu cheka tomonda esa kalitosi to'ki mana. Mana shu yashil shtekimiz mana joylarni to'shni bilib olinglar mana. Joyi mana. Mana joyi. Mana o'si mana o'rtadagisi yarim zamoy, chekadagisi mana o'si kalitosi to'ki mana ulanganmiz mana. Ko'kini mana start stopni mana ko'kini oqini olib chiqqanmiz. Oqi kalitosi to'k, mo'si birinchi kalitosi yarim zamoyga mana. Mana ko'ki. Biz hamda mana yashil shtekimizda mana o'rtadagisi mana ulab o'tganmiz mana anosim. Olib tushyapmiz mana. Olib tushtirib mana teshikdagi mana yarim zamoy monosi kalitosi to'ki jajgana deyiladi. Bu aksessuar yarim zamoy mana ulaganmiz. Qayta tushuntiryapmiz. Endi uchinchi simimizga aytib o'tamiz. Endi mana katta shtekimizda sariq bilan jigarani simimiz qoldi. Jigarani simimizdan
oqqa o'xshab jajgani kalitasi tok, buni ulamaymiz. Start stopni ikkita chiqarib qo'ygan. Boshqa mashina, masalan, Nexia, Matiz, Lacetti, Gentra, Spark, balobatdan mashinalarga ulanadi. Ikkita ular kalitasi toki, misol uchun pechka-mechkalar ikkita bo'ladi-da, kalitasi ashlarga ulanganini chiqarib qo'ygan boshqa mashinaga. Bu Cobalt avtomobilda bitta yetanimi oqqa uladik, jigarani ulamadik. Yarim zamon jajgani 2 kalitasi toki xullas. Buni ulamaymiz. Mana ulamasdan uchun o'rab qo'yamiz. Jigarani mayab chiqib turib, sarig'i starteri ketishi ulanish shart emas ekan, bu ham ulamaymiz. Mana uchi ochiq turibdi. Buni ulamasiga ham qo'shyapti. Starter qo'shib yuraveradi Cobalt avtomobilida. Mana mashina sarig'i bilan jigari ham bu katta ishlikni ulamaydi. Qolgani ulab o'tdi mana. Qorasi massa, qizili pastda tok, oqi kalitasi tok, ko'ki yarim zamoy bo'ldi. Bularni aytib o'tdik. Endi ikkinchi shtekimizni aytib o'tamiz. Ikkinchi shtekimizda mana yashil bilan ko'k sentr zamoydi simiga ulanadi borib, plyusovой sistema bo'lib, mana usti svet o'chish uchun, mana ustidagi svet o'chish uchun start stopda balakirovka holatiga tushish uchun, bu o'chganda mashina yurmaydi, xush yoniqlikda yurish kerak. Shu balakirovka punktni qulplaganda o'chadi, ochganda yonadi ustidagi svet. Shunga mana sentr zamoy simi ulanadi mana shu. Buni ham aytib o'tamiz, qaysining ulangani mana shu balakirovka qiladigan simi. Mana oranjiy, savza rang simimiz, tormoz simi. O jigarrang tag tomonidagi jigarrang simimiz Powerot simi o'ngga yo chapga ulab qo'yilaveradi. Mana bu moy datchik simi. Biz beznasos ketish simiga ulab qo'yamiz emulyatorga, ya'ni qizil simiga. Bu emulyatorda 12 volt plus degan maydan ulab qo'yganmiz. Endi ularni aytib o'tamiz. Mana moy datchik simi. Shular bilan start ishlayveradi. Qolgan sim ulamaymiz. Ulagan simlarni aytib o'tamiz. Ikkinchi tekimiz mana. Birinchi ulagan simimiz aytib o'tadigan simimiz mana ikkinchi shtekimizda mana aytib o'tadigan simimiz. Biz sizlarga aytsak, mana sentr zamoydan aytaylik. Mana pushti simimizda, mana pushti shtekimizda sentr zamoy simimizni ulab o'tganmiz mana. Qaysi plyusovой sistemada 3 ta eshikka ketadigan simni topib olganmiz mana. Biz hamda Cobalt BSM miyasidan shtekirdan topib olganmiz mana. Balakirovkasimi mana ikkovi kichkina shtekimizda yashil bilan ko'ki. Ko'k bilan yashil degani mana mayda ulab mana ashanasimi olib chiqqanimizda BSM olib chiqib turib mana olib chiqilgan holati mana. Ya'ni ana pushti simimizda mana pushtida mana chekadaysi mana cheka bilan chekasi mana ulab qo'yganmiz mana ko'ki bilan jigarrangsim ulab qo'yganmiz mana shu 3 ta eshikka ketish sentr zamoyda almashib mana shu to'kib boradigan sim plyusovой minisovой plus minus ullas bu yoqqa yopganda ochganda almashadigan sim mana shu 3 ta eshikka ketadigan sentr zamoy simida ullas 3 ta eshik mana shu pushti simimizda ikkovi tepa knopka bosadigan tomonda ikkovi chekasi asha ulaganmiz. Start stopimizga mana usti svet o'chishlik uchun ulaganmiz. Mana ustidagi svet o'chishlik uchun ulagan. Qulplaganda o'chadi, balakirovka holatiga tushadi, ochganda yonadi, mashina yuraveradi. Mana shu pushti shtekimizda ulaganmiz mana. Va ko'k simni ulab olganmiz, bu yerga jigarrang ulab olganmiz mana. Mana ikki chekadagi mana ko'rib olinglar. Mana sariq qora yo'li bor, jigarrang ko'k yo'li bor simimiz mana. Bu cheka o'ndan almashib plyusovой sistemada ishlaydigan simi mana. Balakirovka mana. Start stop ustidagi svet o'chish uchun mana ulab olganmiz. Ikkovi ko'k bilan yashil simi. Endi bu oranjiviyni aytib o'tamiz. Oranjiviy tormoz simi. Tormozni biz hamda qaytga ulanganini aytib o'tamiz mana. Tormozniki mana qora shtekimizda bo'lar ekan. Qora shtekimizda mana biz ham blogimiz qora shtekimizda mana chekadagi sim bo'lar ekan mana. Yaxshilab ko'rib olamiz. Mana ko'rinib turgan bo'lsa mana jigardan ko'ki bo'lib qalinroq sim bo'lsa, orqa stopga tormozga ketadigan plyus ketadigan lyushkadan binga kelib, undan plyus chiqib stoplarga ketadigan sim mana shu. Mana qora shtekimizda mana joyi mana yaxshi ko'rinib turgan bo'lsa, mana chekadagi jigardan ko'ki yo'li bor simimiz mana shu. Biz endi tormozga ulangan simi mana oranjiy start stop simi mana shunga ulab olganmiz mana. Ko'rinib turganmiz. Tormoz bosib, start stop bosib yuraveradi mana. Mana shu qoraga mana cheka tomondagi tormozni stoplarga ketadigan plyusi mana shu. Oranjiy savza rang simi mana shunga ulangan. Endi mana bunda qolyapti turgan simimiz mana jigarrang simni ulaymiz mana.
Pavrotga ulaymiz. Yo o'ngga yo chapga ulab qo'yilaveradi. Mana bittasiga ulab qo'yamiz. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Biz endi qaysiligini bizim blogimizda Pavrot simiga ulaganmiz. Jigar rang simimizni. Jigar rang simimiz mana chiqyapti-da, mana chiqib turib. Bizim blogimizda nimasi ulangan ekan mana. Jigar rang simimiz, jigar rang shtekerimizda, bizim blogda ham mana ko'k simimiz ulangan. Bir tomon Pavrot simi mana shu. Yo o'ng tomon yo chap tomon to'shni hozir anglay olmadik, lekin mana shu bir tomonni simi ulas. To'shni bilib olganimiz yo'q demoqchiman mana. Lekin mana shuni ulab bir tomon ulasanglar bo'ldi. Unda start stopda bitta tomonga Pavrot chiqqan simi bo'ladi xolos. Mana shu jigar rang shtekerimizda mana o jigar rang ketyapti mana. O biz ham blogimizda jigar rang mana ikkinchida ko'k qizg'ichi yo'li bormi-ki mana undan keyingisi mana shu ulangan mana jigar rang simimiz mana ulangan start stopda mana shu Pavrot mana jigar start stopda Pavrot yozuvliyiz mana shu jigar rang simimizni olib kelib turib jigar biz ham blogda ham jigar rang shtekerida mana ko'kka ulab qo'yamiz. Aytdan o'rtasidan ochib turib mana ulanib qo'yganmiz mana ulangan mana. Ko'rinyapti bo'lsa mana ulab qo'yganmiz mana. Balakirovga tushganda avariya bitta yonib o'tib keyin balakirovga tushadi-da, shuning hisobiga ulaymiz buni mana. Ustda sasop sim ustda chiroq o'tish uchun mana shu yonmasa ishlamaydi. Balakirovga tushmaydi. Mana shu ashincha ulanadi bir tomon Pavrotga mana shu bitta simi bo'lgani uchun. Mana shu Cobalt avtomobilida bir tomon Pavrotga ponni ketadigan simi, yo o'ng tomon yo chap tomon simi va shtekerimizda mana. Mana shunga ulab qo'yganmiz start stop Pavrot simi. Pavrotga ulanadi degan simi bor mana jigari. Mana shuni shunga olib kelib ulaganmiz mana. Adashmasam pashti hammasimi bo'ldi. Bitta moydachi ismi qoldi. Moydachi deb yozib qo'ygan bo'ladi. Moyga yo bo'lmasam dinam glazokka yo bo'lmasam nimaga uji impuls deyiladi xullas. Shu ismi qoldi. Endi shuni aytib o'tamiz qaysiligini. Qanday olib kelganmiz? Bu biz ham blogdan ulamaganmiz uni. Biz ham blogdan emas, uni shuni olib kelganmiz-da mana. Hasha mana ismimiz mana. Shtegimizda mana moydachi deb yozib qo'ygan. Mana shu ismimizni shuni olib kelganmiz-da. Mana olib kelib turib mana maydan mana emulatorda mana qizil simi ulangan simga ulaganmiz uni 12 volt pilis deganga mana benzin so'z simi ketgan simini o'rtadan uzib turib mana bir tomon benzin so'z ketish kirishgan bir tomoni mana shu kalitdan keladigan tomon impuls deyiladi mana shunga benzin so'z keladigan to'kka ulab qo'yganmiz mana mana shu simimiz mana moydachi deb yozgan start stopda lekin ana shuni ulab olib kelib ulab qo'yamiz o'zi dinam glazo yo moydachi ulanadi degan simimiz bu lekin biz o'sha emulatorda pilis ulab qo'yilganmiz mana. Bitta olib tushib turib unda ham uzatdi. Chartotgan to'kkalar yurgandan keyin minus pilis yana ketadi minus impuls. Ulas mana kelib turib mana ulaganmiz mana. Benzin so'z simi pilis kelayotgan tomoni, benzin so'z ketish tomoni emas. Benzin so'z kelayotgan to'k tomoni o'rtasida uzilib emulator qo'yilganda mana shu pilis tomoniga qo'yasizlar. Mana shu qizil simi tomoni, ya'ni qizil sim ham emulatorga ketayotgan qizil sim ham ulangan 10 ga ketayotgan mana. Mana shu moydachi simi. Shu bilan start stop simi ulanish tugadi. Yana Cobalt avtomobil yana nimaligini aytib o'tamiz. Mana bu sariq simi aytdik, ulanmaydi dedik. Start pilisi ulamaganmiz, yoki qo'shaveradi hozir. Qo'shib yurgizib ham ko'ramiz, ko'rasizlar hozir. Mana Cobalt avtomobil start stop ulanish simlarini aytib bo'ldik. Endi yurgizib ko'ramiz. Yurgizishdan avval men sizlarga yana bitta narsa mayda Emma Blazer chip yaqinlashib yuradigan datchigi bor mana uni ko'rayotgan bo'lsa, ashunga zapaska kalitini olib kelib, mashina qilib zilentalab qo'yasizlar. Bo'lmasa yurmaydi, yaqinlashmasa start stop olib tashamay joylaymiz hozir miyasini. Buni olib tashaverasizlar, osonroq ichiga tiqib qo'yaverasizlar. Mana shu zapaska kalitini tiqib yaqinlashtirib zilentalab qo'yasizlar mana. Ko'rayotgan bo'lsa, mana kaliti mashina kaliti. Mayda turadigan datchikni chiqarib joyidan chiqarib turib yaqinlashtirib qo'yasizlar mana. Yaqinlashtirib yoqqa joylab qo'yasizlar. Shunda keyin start stop qo'shaveradi. Qo'shishni ko'rsatib o'tamiz. Keyin mana rol qulplanish bo'lmasinga, rol qulplanib qolmasinga start stop qo'yyapmiz. Shunga mana joyiga mana qayerga samaraz urib qo'yasizlar mana. Mana maytiga mana ashati samaraz urib qo'yasizlar, rol qulplanmaydigan bo'ladi. Biz urib qo'ydik, drelni olib, temir teshirgan samaraz bilan mana shu yerga urib qo'yasizlar. Shun bilan rol ham qulplanmaydi, start stop qo'ysanglar bo'laveradi shunda. Mana rol zamonlar chiqarish shart emas, mana shu yerga Cobalt avtomobildan shu yerga samaraz urib qo'yasizlar bo'ldi. Shun bilan start stop oxirgi ulanishigacha aytib o'tyapmiz. Xudo xolasa mana hozir yurgizib ko'ramiz. Sinab mana bu yerda xudo xolasa yuraveradi.
Mana yurgizish hali o'rnatib bo'lganimiz yo'q. Mana yerga o'rnatamiz hozir. Mana shu yerga o'rnatib o'tamiz, nima qilib. Mana qarab turasizlar, yuradi. Mana to'rimiz bosyapmiz. Mana start stopni mana. Bismillah. Mana yuraveradi mana. Bo'ldi, yurdi. Endi o'chiramiz mana. To'rimiz bosamiz. O'chiramiz. O'chdi mana Cobalt avtomobilga tayyor, xudo xolasa start stop ulanishini doim hammasigacha aytib o'tdik. Qo'ldan kelgancha endi aytib o'tyapmiz. Mana yurgizamiz mana. Yurdi, o'chiramiz, o'chadi. Endi o'chiramiz mana. Endi yana bitta narsa aytib o'tamiz mana. Aytayotgandik. Mana black rocket tushirish uchun mana punktni bekitishni bosamiz mana. Mana o'chdi sveti mana endi yurmaydi mana. To'rimizni bosamiz mana. Yurmaydi mana. Yonmasa yurmaydi mana. Bir egasi qulplab ketgandan keyin bir ochib, kalitni ochib yo'lmoqchi o'g'irlik tushiradi. Misol birov yurgiza olmaydi degan maqsadda texnika bezopaslik qilingan mana. Endi ochishga yana yonadi, yuraveradi mana. Ochish deymiz. Ochish dedi, yurdi mana. Yondi, endi yuraveradi mana. Yuraveradi. Sen tuzamoq blokirovka simini aytib o'tdik, ash simi, ashunga bajaradi, yurdi deb informatsiya beryapti mana. Mana o'chiramiz, mana o'chirish to'rimizni bosamiz-da, o'chadi mana. O'chdi. Yana blokirovkaga tushiramiz mana, svet o'chadi mana. O'chdi, mana. Hech bola bo'lmaydi. Uni ochib olinglar-chi. Tortib oling, ichiga qo'lingizni atib ekana. Mana. Mana bunda bunday qilasizlar mana. Bitta olsanglar kalit yarim zamon ochadi, mana aytaqullar. Va ikkita olsanglar kalit fonni ochadi. Uchinchisida mana o'chadi. Mana aytaqullar ham o'chadi, yarim zamon. Fonni kalit olsa, uchinchisida o'chadi mana. Keyin starterni qo'shsanglar qo'shadi mana. To'rimizni bosib turib, qo'shaveradi mana. Kalit mana bir xil ishlaydigan qildik mana. Shunday ishlayveradi. Hech qanaqa atkassiz va xolos Cobalt avtomobil ishlayveradi. O'chiramiz, yana to'rimizni bosib, yana uni bosib o'chiramiz. Bo'ldi, shunda ulanadi. Hech qachon o'ylanmasdan qo'yilaveradi mana. Chipini yaqinlashtirib, zapas yaltini olib kelgizib, mana ulab mana shuni yaqinlashtirib zilintalab qo'yasizlar. Faqat mana joyidan chiqarib, ichiga joylamay qitib olasizlar. Mayta stop uni joyini o'rnatib olaveradi. Shu bilan ulanish tugadi. Rol qulplanmaydi qilganmiz, ko'rsatib o'tdik samarasini. Bo'ldi, shu bilan ulanish tugadi. Mana avtomat коробка Cobaltga start stop qo'yilishi tugadi. Ustanovka joylab qatirib qo'ysak bo'ldi. Bu ishlar tugadi, oxiriga yetib xudo xolasa. Mana shu bilan shogird bola uchun videolavha tayyorlandi. Bilmaganlarga eslatma, bilganlarga aniqa. Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga aniq yangilik deganim adashib ketib qoldik. Bo'ldi mana.